Bugun haqiqiy chempion Real Madrid klubi stadionini sizlarga obzor qilib beraman. Kirishimiz bilan bizani kuboklar kutib oldi. Endi yutmagan kubogi qolmagan-hamda bu klubda. Bu esa La Ligada yutgan kuboklarimiz. Hey, tugamayapti-yu bular, yana yuriychi. Voy, hali ham tugamayapti. Men bu kubokni qaranglar, razmeri mendek ekan. Osh qilsa bo'ladigan kubok ham bor. Tepadagi oltin to'plar Ronaldoniki ekan. Bizda faqat oltin to'p emas, super oltin to'p ham bor. Bunaqasi faqat Real muzeyida bor. Devorlarda esa tarixiy g'alabalar. Men bu o'yinni men ham ko'rganman. Mana bu futbolkani faqat bizga o'xshagan eski futbol muxlislari taniydi. Finaldagi futbolkalar 2024-yildagisi yo'q, chunki joy yetmagan. Of, bu kuboklar tugaydimi o'zi? Buncha ko'p. Bu esa hamma klubning orzusi. 15 ta Chempionlar Ligasi kuboki. Keyin ofitsialniy do'konga kirdik. Materiali zo'r ekan, qaranglar, yaxshilab qaranglar, zo'r. Real Madrid muxlislari bitta like bosib qo'yinglar va bitta so'z esdan chiqmasin. Hala Madrid! Restoranga pul yetmas, qor yog'ib